Ko'p hollarda o'g'il bolalar jinsiy aloqa haqida bilishlari bilanoq ularni bir narsa qiziqtira boshlaydi. Ularni birinchi marta qaysi qiz bilan bo'lishlari qiziqtiradi. Akira, uyg'ondingmi? Ha, uyg'ondim. Bu qanday g'alati tush edi? 目と目で通じ合う二人だけ Gomo.uz platformasi taqdim etadi. X sirli qiz. Jin ursin. Hoy, agarda shoshilmasang maktabingga kech qolasan. Kechirasiz opa. Akira, mana seni tushliging. Birinchi qism. Sirli qiz. Xayrli tong. Salom Subaki. Fumida yuqori maktabi. Bugun yomg'ir yoqmaydi-ku. Men uni golf uchun olib kelganman. O'rningdan tur. Hamma joyda, faqatgina eshit qara. Yaxshi, hammaga salom. Darsni boshlashdan oldin sizlarni yangi o'quvchimiz bilan tanishtiray. Qani, kiraver. Hoy, shoshma. Uning ismi Urabi Mikoto. Urabi, yangi sinfdoshlaring uchun ikki og'iz so'z ayt. Tanishganimdan xursandman. Ha, rostdan ham bu ikki og'iz so'z. Yaxshi. U bilan yaxshi chiqib ketasiz degan umiddaman. Hoy, Tsubaki, qo'lingni ko'tar. Uning yonidagi joy bo'sh. Borib o'tirishing mumkin. Bu sening o'rning bo'ladi. Yaxshi. Salom. Men ismim Tsubaki Akira. Agarda nimadir savol tug'ilsa, men shu yerdaman. Xo'p. Dars tugashi bilanoq stolda uxlab qoldi. U tushlik qilmasmikan? Urabi-san! Urabi-san, birga tushlik qilishni istamaysanmi? Seni oldingi maktabing haqida eshitmoqchiman. Endi bizning sinfdoshimizsan. Xo'sh, nima deysan? Kechirasiz. Men juda ham charchagandim. Yolg'iz qoldira olasizmi?
U juda ham g'alati ekan. Xo'sh, tinglama a'zolarini ko'chirib, X1 dan 1 gacha qiymatlarini qabul qiladi. Ushbu qiymatlarni asl tinglamaga qo'yib, maksimum 2 va minimum 2 ni ola olamiz. U kulyaptimi? Nima? Urabi, ahvoling yaxshimi? Kechirasiz. Xayolimga juda ham kulgili fikr kelgandi. O'zimni kulgudan ushlab tura olmadim. Qanday kulgili fikr ekan? Ha, bu biroz shaxsiy masala. Shu uchun ayta olmayman. Bu nima bo'lsa ham, dars vaqtida bunday kulib bo'lmaydi. Xo'p, kechirasiz ustoz. Bundan keyin qaytarilmaydi. Shu voqea tufayli Urabi Mikoto birinchi kunidayoq uni ko'pchilik g'alati deb hisoblay boshladi. U tanaffus vaqtida uxlab qolaverardi. Shuning uchun hech kim u bilan do'stlasha olmadi ham. Keyin bir kuni jin ursan, qutimni esimdan chiqaribman. Urabi? Yana uxlayaptimi? Xo'y, Urabi. Urabi, uyga ketish vaqti bo'ldi. Uyg'on, Urabi. Nima? Nima? Ana, uyga ketish vaqti bo'ldi. Sen esa uxlab qopsan. Ha, menimcha rostdan vaqti bo'pti. Urabi. Ha? Sendan so'lak oqyapti. Urabining so'lagi. Shirin. Shoshma. Nega men uni so'lagini tatib ko'ryapman? Tezroq ketishim kerak. Bugun birinchi marta uning ko'zlarini ko'rdim. U juda ham yoqimtoy edi. Va yana o'sha kecha men tush ko'rdim. Men hech qachon ko'rmagan bir qiz meni qo'limdan ushlab olgandi va biz men hech qachon bo'lmagan shaharga bordik. Va keyin bilishimcha, bu qiz aslida Urabi ekan. Biz birga raqsga tushib zavqlanayotgandik. Uyg'onganimdan keyin ham bu tushimni aniq esladim. Va bir necha kun o'tgan bo'lsa ham, tushimdagi voqealar miyamdan chiqib ketmasdi. Yaxshi, yana ikki aylana. Mayli. Sensei, Tsubaki hushidan ketdi. Kim dedi? Tsubaki kun aytdi. Uni sig'i baland ekan. Uni tibbiy punktga olib boring. Yaxshi.
Bugungi uy vazifasi shu. Sensei! Nima? Tsubaki bugun ham uyda qoladimi? Ha. Uni ahvoli hali ham joyida emas ekan. Va holati yanada yomonlashibdi. U hali ko'p vaqt maktabga qayta olmasa kerak. Qanday g'alati. Doktor bu oddiy shamollash degandik-ku axir. Ha? Hozir kim bo'lishi mumkin? Yo, Takira, damini ol. Akira! Maktabdan senga uy vazifasi berib yuborishibdi. Eshitdingmi? Yuqoriga chiqsa bo'ladimi? Ha. Unda yaxshi. Qani kir. Kiring. O'yini bu senmisan, kiraver. Urabe. O'zingni qanaqa his qilyapsan? Ha, hali ham issig'im yuqori. Uy vazifasi qayerda? Nima? Maktabdan uy vazifasi olib kelmadingmi? Yo, ular boshidan yo'q edi. Tsubaki. Nima? Seni kasallik shamollash emas. Bu boshqa kasallik. Men uning sababini ham bilaman. Shekilli. 2 hafta oldin sinfda meni uyg'otganding, esingdami? Sen nima? So'lagimni tatib ko'rdingmi? Partadagi so'lagimni tatib ko'rding, to'g'rimi? Bu haqida hech kimga aytish niyatim yo'q. Faqat rostini ayt. Xo'sh. Uni ta'mi shirin edimi? Og'zingni och. Meni barmog'imni yala. O'zingni qanday his qilyapsan? Nima demoqchisan? Harorating. Tushundim. Anu terlamay qo'ydim. Issig'im ham tushdi. Tsubaki-kun, bilasanmi? Sen meni so'lagimni tatib ko'rding. Ammo undan keyin uni boshqa tatib ko'rmading va senda abstinensiya boshlandi. Abstinensiya? Shuning uchun meni so'lagimni yana ta'mini ko'rganingdan keyin tuzalding. Menimcha endi ketish vaqtim bo'ldi. Xo'y, shoshma. Bu yana nimasi bo'lishi mumkin? Seni so'lagingni tatib ko'rganim uchun shunday bo'lgan bo'lishi mumkinmi? Axir shunday bo'ldi-ku. Bu demak, shuni anglatadiki, seni so'lagingda meni qaram qilib qo'yadigan moddalar yoki bakteriyalar bormi? Ular meni unga qaram qilib qo'yishadimi? Shunaqami? Kechirasan. Tasavvuring juda ham boy ekan. Meni qoyil qoldirding, Tsubaki. Tsubaki. Hech qanaqa modda yoki bakteriyalar mavjud emas. Shunchaki bu degani sen haqiqiy kasal emassan. Bu isitma esa sevgi isitmasidir. Meni so'lagim g'ayrioddiy yoki boshqa narsa emas. Seni tanay shunchaki sevgan qizingni so'lagini istaydi xolos. Sendagi abstinensiyaning sababi mana shu bo'ladi.
Sevgan qizim, sen uyg'otganingda va meni ko'zlarimga qaraganingda o'sha voqeani hali eslaysanmi? Sen o'shanda haqiqatan ham hayratda qolganding. Tsubaki, bu bo'lishi mumkinmi? Sen meni sevib qoldingmi? Ha, mayli. Men ketishim kerak. Ertaga maktabga kel, xo'pmi? Ertasi kuni men maktabga qaytdim. Ko'rishguncha, Tsubaki. Ha, keyin ko'rishamiz. Urabi. Tsubaki-kun. Uyga birga ketamiz. Nima, meni kutib turdingmi? Ha. Ammo Urabi, men u yoqqa ketaman. Shoshma. Mana. Yala. Nega? Tsubaki, agar bunday qilmasang, yana o'sha kasallik senda boshlanadi. Axir yana isitma qilib, uyda o'tirish istamaysan-ku, to'g'rimi? Tushundim. Demak, Urabi. Mayli, keyin ko'rishamiz. Tsubaki. Urabi, shuni deb meni kutib turganmiding? Ertagacha. Xo'p. Uch kundan keyin va undan keyingi har bir kunda. Ha. Bu biz uchun oddiy holatga aylandi. Va o'sha kunlarning biron bir paytida men tushundim. Men haqiqatni his qildim. Meni sevib qoldingmi? Men yana tush ko'rdim. Biz Urabi bilan yana o'sha g'alati shaharda edik. Keyin uyg'onganimda Urabiga buni aytishga qaror qildim. Mayli, ertagacha. Qo'y, shoshma. Senga bir narsani aytishim kerak. Aytaver. Men shunchaki men seni yaxshi ko'raman. Men bilan uchrashishni istamaysanmi? Agar meni qizim bo'lsang, men seni yigiting bo'lardim. Tushunding-ku, to'g'rimi? Unda menga yaqinroq bo'lishga harakat qil. Yaqinroq bo'lish yana men bilan uchrashmoqchi ekanligingni menga isbotlashing kerak. Tushunarlimi? Senga isbotlashim kerakmi? Yo'q. Bu juda ham oddiy ish. Hamma qila oladigan narsani qilma. O'zing nimadir o'ylab top. Faqatgina sen qila oladigan tarzda buni ifodalab ber. Ammo bunday narsani o'ylab topa olmayman. Buni bugun qilishing shart emas. Men seni qancha vaqt bo'lsa ham kutishga roziman. Urabi, qancha vaqt bo'lsa ham kutasanmi? Urabi, topdim. Mana. Urabi, bu suratga qara. U chiroyli shunaqami? Bu yana nima? Bu men o'rta maktabdan beri sevib qolgan qiz. Uni hech qachon unuta olmadim.
Bu suratni har doim hamyonimda saqlab kelganman. Istagan vaqtimda uni qayta ko'rish uchun. Ammo seni so'lagingni tatib ko'rganimdan keyin bu surat borligini butunlay unutib qo'ygandim. Mana shunaqa. O'rabey. Senga albatta isbotlayman. Eski xotiralarni eslashdan foyda yo'q. Chunki bugundan boshlab sen meni sevgilimsan. Nima? Bu seni gaplaring tufayli. Qachon haqiqatan ham xursand bo'lib ketsam, og'zimda juda ham ko'p so'lak paydo bo'ladi. Nega? Bu haqida bilmadim. Ammo men shunaqaman. Subaki-kun, sen haliyam bokiramisan? Yoki unaqa emasmi? Ana, ha, shunaqaman. Tushunarli. Men ham shunaqaman. Hoy, Subaki-kun. Birinchi kelgan kunimdayoq rosa ko'rganimni istaysanmi? Ha, esimda. O'shanda men kimnidir ovozini eshitgandim va u bir narsani aytdi. Men o'zimni shu uchun tutib tura olmagandim. Bu kimning ovozi edi? Buni bilmadim, ammo o'sha ovozni men aniq eshitdim. Shunda men shunchaki senga qaragandim. Va o'shanda ovoz menga aytdiki, men sen bilan birinchi marta jinsiy aloqa qiladigan odamim bo'lasan. O'shandan beri menga muhabbatingni izhor qilishingni kutdim. Subaki. Men endi uyga ketishim kerak. Mayli. Ertaga ko'rishamiz. Subaki-kun, bugundan boshlab men seni qizingman. O'sha kuni meni birinchi qizim paydo bo'ldi. Uning ismi Urabi Mikoto edi.